Mamlakatimizda ona va bola salomatligini muhofaza qilish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. So'nggi yillarda bu sohada keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilib, tibbiy xizmat sifati, zamonaviy texnologiyalar va hududlardagi imkoniyatlarni yaxshilashga katta e'tibor qaratilmoqda. Shunday bo'lishiga qaramay, o'lim bilan bog'liq holatlar hali ham uchramoqda. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida qiz farzandni dunyoga keltirgan ayolning bevaqt vafot etgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Bunga dori preparatining kerakli miqdordan ortiq berilgani sabab bo'lishi mumkin. Xo'sh, holat aslida qanday sodir bo'lgan? Muxbirimiz Madina Ahmedova holatni o'rgandi. 24 yoshli marhuma 2024-yilning noyabr oyida G'allaorol tumanining Qashqabuloq qishloq fuqarolar yig'iniga kelin bo'lib tushgan. Biz ayol yashagan xonadonda bo'lib, uning oila a'zolari bilan suhbatlashdik. Marhuma 1-may kuni qiz farzandni dunyoga keltiradi. Ma'lum bo'lishicha, yosh ona tug'ruqxonada sut ko'paytiradigan preparatni dozadan ortiq qabul qilgan. Bu esa kuchli allergiyaga sabab bo'lgan. Biroz unga sut kelmagan shekilli buni balki andisha qilgandir, balki uyalgandir. Apilak tabletkasini 2 martadan 3 marta 3 mahal ichgan, 6 ta. Endi buni hamshira taklif qildi deydi, uni biz tekshiryapmiz. Hali hamshira aytganmi, bemordan eshitganmi, o'zi qilganmi, bu haqda hali tekshirishlar olib boryapmiz. Yaqinlariga ko'ra, ayolga 4-may kuni uyiga ruxsat berilgan, ammo o'sha paytda uning tanasida toshmalardan qizarish bo'lgan. Toshmalar tuzalmagach, ertasi kuni tongda uni shifoxonaga olib kelishga majbur bo'lishgan. 5-may kuni soat 4:20 da tong oldi. Badanida toshmalar allergiya bilan anafilaktik shokning endi boshlang'ich davrlari bilan kelgan. Bemor qabul bo'limida birinchi yordam qabul bo'limida ikkita vrachimiz uni ko'rgan, akshir ginekologimiz ham ko'rgan, navbatchi terapevtimiz ham ko'rib, bemorga yetarli kerakli bo'lgan muolajalarning hammasini qilgan. Muolajalarni qo'ygandan keyin bemorni, demak, yotgan holatda kelgan bemor o'zining oyog'ida chiqib ketgan. Shu kuni shifoxonadan uyiga ketgan ayol oradan bir necha soat o'tgach, anafilaktik shok holatida tez yordam mashinasida qayta olib kelingan hamda darhol reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Uning yaqinlari tibbiyot xodimlaridan yetarlicha yordam ko'rsatilmaganidan norozi. O'g'lim kirib ketib, ko'rayin degan shekillida endi. Kirib ketdi-da, keyin ichkarida, "Voy, nima qilyapsizlar sizlar?" deb baqirdi. Shu orada bizlar ham eshik ochiq bo'lib qoldi, bizlar ham kirib qoldik. Kirib ko'rib kelinimda men qo'rqib ketdim juda qiyin ahvolda o'sha yerda, faqat bilmayman, og'ziga bir trubka solib qo'yibdi. Oldida bitta medsinstra turibdi, boshqa men vrach hech kimni ko'rganim yo'q u yerda. Qo'pol aytganda faqat inson yotibdi, uni o'lishini kutyapmiz-da, biz o'z tashqarida turib kutyapmiz biz. O'zimizni shu qizimizni, kelinim, farzandimni o'lishini kutyapman ekan men o'sha yerda, demak. Shunday xulosaga kelyapman-da men. Bu nima qilganlaring sizlar deyapman hali. Bu inson-ku, buni yotqizib qo'yib bizga nimaga aytmaysizlar bu narsani? Beringlar, olib ketaylik, bo'lmasam больницаga, yo bo'lmasam bir qanaqa bu bir maslahatlashib, vrachlar boshida turib, insonning hayoti uchun ozgina bo'lsa ham kurashish kerak-ku. Bemorning holatini ko'rgan yaqinlari shifoxonada janjal ko'taradi. Men ko'rganimda qo'rqib ketdim, kelinimni tanimadim. O'sha qizimni, kelinimni umuman taniy olmadim. Endi shishib ketgan, juda shishib ketgan. Yuzlarigacha shishib ketgan. Shunchalik borganki, xuddi dam solasiz-ku, masalan, nasos bilan xuddi shunga o'xshab shishib ketgan, juda yotibdi. Bunga holga hech kim bu yerda qaragani yo'q. Men o'sha yerda so'rayapman, "Voy, bu vrachmi, bilmayman, nima bu ahvol?" so'rasam, endi bu yog'i Allohdan faqat deyapti. Shifokorlarga ko'ra, ayol allergiya bilan 1-marta shifoxonaga olib kelinganida unga yotib davolanish zarurligini aytishgan, ammo uning qaynonasi tilxat yozib uyiga olib ketgan. Oqibatda esa allergik jarayon rivojlanib, yakunda uni asrab qolishning imkoni bo'lmagan. Netransportabilni holatda bo'lgan. Netransportabilni holatda davleniyasi o'ta past bo'lgan. Shuning uchun bu yerda kelgandan keyin bemor ma'lum bir soatdan keyin apparatga olingan. Apparatga nafas olishlarda o'zgarish yuzaga kelgan. Bemorni u yoqqa perevod qilishning imkoniyati bo'lmagan. Viloyatdan reanimator ham keldi, ginekolog ham keldi. Hammalari birgalikda kelib davolash rejasi tuzildi. O'sha reja orqali reanimatsion chora-tadbirlar hammasi qilindi. Shunga qaramay bemorda hayotiy muhim organlar funksiyasi o'z faoliyatini tugatdi. Bemorda biologik o'lim yuz berdi. Murojaatda yana bir og'riqli masala ko'tarilgan. Chaqaloq tug'ilgach, uning yaqinlaridan suyunchi puli talab qilishgan. Biz holat bo'yicha mas'ulga ham mikrofon tutdik. Jami 1 millionlar pul ketgan. Vrach bergan pulimni kam dedi. Bunaqa pul bergani
birinchi kissasiga soldim. Kissasiga solgandan keyin chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin yana bir aylanib kelib, men buni tug'dirgan ginekolog vrachman. Menga ham shunaqa pul berasan, bundan bermay qo'yag'ay dedi. Undan keyin akusher keldi. Akusherga ham kam pul berib qo'ygan ekanman. 50 ming berib qo'ygan ekanman. Keldidagi u ham dedi, "Qara, men seni ham tug'dirgan ekanman. Qanday menga bunaqa qilib berding? Uyalmaysanmi?" dedi. Unga ham keyin yana pul qo'shib berdim. Kechqurun telefon qilyapti. Keliningiz telefon qilyapti degin, keyin pul berasiz ekan deyapti. Nimaga pul desam, ukol qilar ekan mana yerda. Emlaganiga 15 ming deyapti. Qulog'ini ko'rganiga 15 ming deyapti. Tug'ilganlik haqida guvohnoma beradi. O'shanga 15 ming deyapti. Yana bir bolaga 15 ming deyapti. Mayli. Shunga chaqirtirib olyapti. Ular hozir qanday qaysi yurak bilan, qaysi anov bilan aytibdi, Qur'onda ishlab qasam ichamiz deyapti, olmaganmiz deyapti. Qanday? Xomus temgan banda. Bugun ham mana shu qilgan, o'sha suyunchi bergan, suyunchini kam degan xodimlarni ham hammasini G'allaorol tuman prokuraturasida hozir tergov ishlari boshlandi. Bir necha marta ogohlantirildi. Agar ogohlantirilganda ham qilgandan keyin jazosini oladi. Bular albatta ishidan ketadi, kerak bo'lsa ma'muriy, kerak bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortiladi. Vaqtni ortga qaytarishning imkoni yo'q, ammo kelgusida bunday holatlarning oldini olish mumkin. Murojaatchilarning ham istagi shu. Men qaytib kelmaydi bilaman, men bitib chiqqanim. Instagramga bitib chiqqanim, shuncha odam ko'rgani, shuncha odam komment yozayotgani, hech kim qaytarib bermaydigan. Hech kim onasichalik hech kim bo'lmaydi. Qiz farzandga og'ir ayniqsa, onachalik hech kim bo'lmaydi. Qaytib kelmaydigan nima qilsam ham, faqat bundan keyingi holat shug'ullanishni xohlayman. Kim qayerda shu hammasi aytibdi, menga hech narsa qila olmaysizlar. Qaytib kelib o'sha vrachlar anaqa qilsam qaytib kelib yana ishlaydi ular befoyda. Nechtasi o'lib ketdi, yana qaytib kelib ishlayapti debdi. Men bitta so'rayotganim ozgina bo'lsa ham adolat, mana shu yerda olayotgan pulni halollab olsin. Sizlar boshlaringdan o'tmagan bilmaysizlar. Men mana bolam hozir yetim qoldi. Men nima deyman u katta bo'lsa ertan? Onam qani desa nima deyman? O'zimdan o'tganimni o'zim bilaman. Hech kimga ravo ko'rmayman. Hech kimga. Ayni paytda holat yuzasidan G'allaorol tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.